Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi kunda sizlarga Shovot Xalq bankimiz tomonidan tadbirkorlarimizga ajratiladigan kredit mahsulotlarimiz bilan sizlarga bugungi kunda tartib bo'yicha tushuntirib o'tsam. Hozirgi kunda tanishtiradiganimiz bizning tezkor kreditimiz bo'ladi. Bu tezkor kredit qanday bo'ladi? Tezkor kreditimiz xorijiy valyutada ajratiladi. Xorijiy valyutada olish uchun birinchi qarz oluvchi qanday maqomga ega bo'lishi kerak? Yuridik shaxs yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlar bo'lishi kerak. Kredit maqsad hisoblanadi. Tezkor kredit valyutamizda qarz oluvchilar talablari salbiy tarixga ega bo'lmasligi kerak. Bu kredit tarixi yaxshi bo'lishi kerak. Keyin kredit summasi garov qiymati kelishuv summasining 50% uchun maksimum 250 ming AQSh dollarigacha hisoblanadi. Tashabbuskorning ulushi talab etilmaydi. Kredit muddati 36 oy, ya'ni 3 yil hisoblanadi. İmtiyoz davrimiz 6 aygacha belgilanamiz. Mijoz xohishina göre yillik kredit foizi valyutada 12%. Moliyalashtirish mablag'i bankning o'z mablag' hisobidan bo'ladi. Kredit valyutasi xorijiy valyuta AQSh dollarida bo'ladi. Kredit ajratish shakli qanday bo'ladi? Mijozning Xalq bankidagi hisoblarida bu, ya'ni o'z hisob varaqamiz, bizning Xalq bankimizda ochilgan o'z hisob varaqalaringizni tushirib beriladi. Va shu hisob varaqalari orqali kredit to'lovlar amalga oshiriladi valyutada. Garov ta'minoti qanday bo'ladi? Ko'char, ko'chmas mulklar. Uy, xonadonimiz qo'yishingiz mumkin. Ko'chmas mulk, do'kon, binolar bo'lishi mumkin, shularni qo'yishingiz mumkin. Talab etiladigan hujjatlar chiqadi. Ariza, ta'sischining hujjati, guvohnoma, ustav, rahbar, ta'sischidan pasport nusxasi, bank yuridik shaxs maqomiga ega bo'lganlik tadbirkorlari, vakolatli boshqaruv organi kredit olish uchun roziligi, ta'minot bilan bog'liq hujjatlar, moliyaviy hisobotlar va biznes reja ko'rsatkichlari so'raladi. Kreditlash hujjat jarayoni bankning kredit siyosati hamda kreditlash tartibiga asosan amalga oshiriladi. Mahsulot bo'yicha harakatsiz kreditlarimiz 90%, 4%. Bizda hozirgi kunda bu kreditimiz bo'yicha resursimiz mavjud. Agar sizlar shu kreditimiz bo'yicha tushunmovchiliklar, agar olish istagi bo'ladigan bo'lsa, bankimizda ariza topshirib kredit ajratilishi mumkin. O'zingizga o'xshagan tadbirkorlar ham ogohlantirib, eslatib, birga ishlaydigan partnerlarimiz bo'lishi mumkin. Shularga tavsiya berib, olib kelishingiz mumkin. Hozirgi kunda resursimiz mavjud. Belgilangan tartibda hujjatlaringizni ko'rib chiqib ajratiladi. Rahmat.